Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz yana bir baxtli xonadon oldida turibmiz inshaalloh. Bizga Faxriddin ukamiz murojaat qilgan edilar. Otajonlari hamda onajonlariga Qur'on kitoblarini sovg'a qilishni niyat qilgan ekanlar. Inshaalloh bugun biz Mehrli qalblar jamoasi o'sha orzularni amalga oshirish uchun yetib kelib turibmiz. Saraton, اون دلشونگی گفتویه اون مدرن ما برده رسون تون نسیدن چون نسخه شیره ماهای اگر خوب بیتون هر یک فرزند همون نیاز میکند که البته پدر و مادر دراز مریدنشونه و هر دویم خرسند گشتنشونه هر یک پدر و مادر برای ما البته امانت میدینده و البته خدمتشون کرده و خدمتشون جوش میدونن اما شرط است. Jannat guli ufurmoqda poylaridan, o'psam deyman qadoq bosgan joylaridan. Bizni duo qilib sira charchamagan, bir bor oqsam deyman duo rasollaridan. Duolari ijobat ham ibodatdir, ota-onam men uchun bir omonatdir. Bolam deb har tunda uyqu bilmaydilar, ko'cha-ko'yda yursam ko'zini yummaydilar. Har daqiqa, har nafasda men uchun yaratganda omad so'rab tinmaydilar. Duolari ijobat ham ibodatdir, ota-onam men uchun bir omonatdir. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topolmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdanang topolmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovlar bu koshoning topilmaydi.